Qasoskorlar qiyomat kuni filmining to'liq syujeti tarqalgan bo'lishi mumkin. Bir necha kun oldin Twitterda shunaqangi xabar tarqaldiki, ijtimoiy tarmoqlar larzaga keldi va ayni damda hamma shu haqida gapirmoqda. Mishmishlarga ko'ra, Marvel Studios Disney rahbarlariga o'ta maxfiy tarzda namoyish qilgan va Disney rahbarlariga ham juda yoqqan Qasoskorlar qiyomat kuni filmining to'liq ssenariysi internetga tarqalib ketgan. Asosiy mavzuga o'tishdan oldin esa ogohlantirib qo'yay. Bu nima bo'lganda ham sizdirilgan syujet. Juda ko'p ishonchli sahifalar va manbalar bu ssenariyni tasdiqlamoqda. To'g'ri, oldin ham bu sahifalarning xabari fake yoki rost bo'lib chiqqan holatlar bo'lgan. Shuning uchun bu syujetga juda ham ishonib yubormang. Filmdan spoiler yeyishni xohlamasangiz, videoni tark etishning hozir ayni vaqti. Chunki bu syujetning to'g'ri chiqish ehtimoli juda yuqori. Shunda ham mayli, barini bilishni istayman desangiz, yaxshilab o'rnashib oling. Boshlashdan oldin like va podpiska bosishni unutmang. MCUning eng jiddiy, qonli va qorong'u filmi qarshingizda. Filmning ochilish sahnasi Tobey Maguirening O'rgimchak odam olamida boshlanadi. Nyu-Yorkda tartibsizlik boshlanadi. Negaki Deadpool va Rosamaxa bu olamga kelishgan edi. Nega deysizmi? X-odamlar filmlardan tanish bo'lgan Beast, ya'ni maxluq tomonidan ishlab chiqilgan sayyorani yo'q qiluvchi ulkan qurilma bilan Tobey Maguirening O'rgimchak odam olamiga yuborilganlar. Ularning maqsadi o'z olamlarini yaqinlashib kelayotgan incursion, ya'ni to'qnashuvdan saqlab qolish uchun Tobey Maguirening O'rgimchak odam olamini yo'q qilish. Tobey ularni sezib qolib, o'z olamini saqlab qolish uchun ularga hujum qiladi va Rosamaxa bilan ikkisi o'rtasida epik jang bo'lib o'tadi. Rosamaxa bir ilojini topib, o'sha qurilmani bu olamga joylashtiradi. Ammo qurilma portlash arafasida bo'lganda ham Rosamaxa shu yerda qolib o'zini qurbon qilmoqchi bo'ladi. Bomba portlaydi va Tobey Maguire va uning olamidagi barcha o'ladi. Olam butunlay parchalanib ketadi. Deadpool so'nggi soniyada qochadi va o'z X-odamlar olamiga qaytadi. Charles Xavier esa yo'q bo'lib ketayotgan olamga achinib qaraydi. Negaki o'zga chorasi yo'q edi. Incursion boshlanganda ikki olamdan bittasi albatta yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun X-odamlar o'z olamini saqlab qolish uchun u olamni qurbon qilishadi. Buni o'zlari istamasalar ham. Ba'zi sahifalarda yozilishicha esa What If multserialdan tanish bo'lgan Watcher, ya'ni kuzatuvchi olam yo'q bo'lishidan biroz oldin kelib, Tobey Maguire O'rgimchak odamini va Rosamachani qutqarib boshqa joyga olib ketadi deb yozilgan. Xullas, bu ochilish sahnasi izidan biz Tony Starkning dafn marosimiga qaytamiz. Steve Rogers o'z do'stlari bilan o'tkazgan kichik suhbatdan so'ng cheksizlik toshlarini qaytarish uchun vaqt sayohatiga ketadi. O'zingiz bilganingizdek, Steve o'tmishda Peggy bilan qolishni tanlaydi. Ularning o'g'li tug'iladi. Ismini Bucky'dan ilhomlanib Jim deb qo'yishadi. Hikoya shu yerdan qiziq bo'la boshlaydi. Bir kuni Loki ularning yoniga keladi, lekin bu yerda muhim nuqta bor. Loki hali ikkinchi mavsum so'ngidagi, ya'ni multiolam daraxtlarini ushlab turishdan oldingi holatida. Loki Steve-ga TVA haqida gapirib beradi va tez orada bu vaqt chizig'ini kesib tashlanishini aytadi. Chunki Steve hech qachon bu yerda qolmasligi va farzand ko'rmasligi kerak edi. Ammo Loki ularga bir chora borligini, ularni o'zlari hech qachon mavjud bo'lmagan va tinch yashashlari mumkin bo'lgan bir olamga, ya'ni fantastik to'rtlik olamiga olib borishi mumkinligini aytadi. Steve bunga rozi bo'ladi. Loki ularni fantastik to'rtlikning olamiga ko'chiradi va ketayotib, Steve bilan aloqada bo'lib turish uchun TVA tashkilotining maxsus kartasini qoldiradi. Steve va uning oilasi bu olamda 10 yil tinch yashaydi. 10 yil o'tgach, Dr. Doom, Franklin va Sue Storm yoniga kelganini ko'ramiz. Ular bir-biri bilan oldindan tanish bo'lishadi. Doom Reed Richards bilan gaplashish uchun kelganini aytadi. U yaqinlashib kelayotgan incursionlar haqida ogohlantiradi va navbatdagi qurbon ularning olami ekanini tushuntiradi. Doomning o'z rejasi bor, lekin bu rejani amalga oshirish uchun Reed va uning jamoasi bilan birga Yer 616 ga, ya'ni bizning asosiy MCU olamiga o'tishlari kerak. Doom muhim savol beradi. Ehtimol bizning olamda boshqa olamdan kelib kimdir yashayotgan bo'lishi mumkinmi? Ular sayyorani tekshirayotganlarida anomaliya aniqlanadi. Qurilma Steve va uning oilasini aniqlaydi. Ular Steve'ning uyiga borib, u va oilasi bilan uchrashadi. Steve 10 yildan beri bu olamda yashayotgani sabab ularni taniydi. Doom va Reed vaziyatni tushuntirib, Steve'ni qasoskorlarga, Doomning rejasiga ishonishlari uchun ko'ndirishda yordam berishini so'raydi. Steve rozi bo'ladi va ular birgalikda 616-olamga kelishadi. Ularning rejasi ish berib, qasoskorlar Doomni tanishmasa ham Steve Rogersga ishonganlari uchun ularga quloq tutishadi. Keyingi reja X-odamlar olamiga tashrif buyurish. Lekin X-odamlar ularga dushman sifatida qaraydi. Bir tomondan ular haq, chunki ular bir necha incursionlarni boshdan kechirishgan va hech kimga ishonmay qo'yishgan. Qasoskorlar va fantastik to'rtlik bizni yo'q qilish uchun kelgan deb o'ylab, ularga hujum qila boshlashadi. Keyin Doom va Reed Richards o'z rejalarini ularga tushuntiradi. Incursion, ya'ni to'qnashuvlarni to'xtatish va ularni doimiy ravishda ajratish uchun har bir olamga ulkan qurilmalar qurishni taklif qilishadi. Qahramonlar jamoalarga bo'linib, har bir jamoa qurilmalarni joylashtirish uchun boshqa olam
olamlarga boradi. Ular ishga kirishgach, Stiv va Thor bir jamoa bo'lib ishlashadi. Stiv Thorga Loki tirik ekanligini va u bilan uchrashganini aytadi. Thor hayratga tushib Stivdan uni Lokining oldiga olib borishini so'raydi. Stiv yillar oldin Lokidan olgan TVA kartasini ishga tushirib, TVA'ga kelishadi. Biroq u yerdagi manzara juda dahshatli edi. TVA'dagi hamma o'ldirilgan edi. Lokining ko'ksidan yuragi sug'urib olingan edi. Thor bilan yana bir dramatik sahna ro'y beradi. Stiv bularning ortida Doom turganini tushunadi va darhol Doomning yoniga boradi. Doom esa shu onda o'zining haqiqiy va dahshatli rejasini aytadi. Doom asli to'qnashuvlarni to'xtatmoqchi emas, ularni sodir bo'lishiga qo'yib bermoqchi. Shunda u mulk olamlarini o'z tasavvuriga ko'ra qayta qurib, o'lgan oilasini qaytara oladi. Doom Stivni o'z olamiga, Latviyadagi qal'asiga olib boradi. Stiv u yerda niqobli ayol jodugarlarni ko'radi. Doom barcha falokatlarning sababchisi Stiv ekanligini aytadi. Uning aytishicha, Stiv va oilasi uning olamda yashashi anomaliyaga sabab bo'lgan. To'qnashuvlarning qo'zg'ashiga sabab Stivning mavjudligi ekanini aytadi. Bu to'qnashuvni to'xtatish jarayonida Doom xavfli tajriba o'tkazgan. Tajribalardan biri noto'g'ri ketib, oilasining o'limiga va yuzining parchalanishiga sabab bo'lgan. Doom shu sabab niqob va zirh kiyadi. Doom o'z qasosini shafqatsiz tarzda oladi. Stivning o'g'lini o'zining ko'z o'ngida o'ldiradi. Doom Latviyaga qasoskorlar kelayotganini e'lon qiladi va Latviya urushga tayyorlanadi. Fantastik to'rtlik qasoskorlar va X odamlar Latviyaga kelishadi. Jang oldidan Thor Odindan madad so'raydi va Odin Valhalladan Jane Foster, Heimdall, Thorning oldingi do'stlari katta qo'shin va cheksizlik jangi filmida o'lgan Lokini yuboradi. Katta jang boshlanadi. Biroq jang ketayotgan paytda olamlar to'qnasha boshlaydi. Muqarrar yakun sodir bo'ladi. Olamlar bir-biriga to'qnashadi va katta portlash sodir bo'ladi. U yerdagi hamma o'ladi. Albatta Doomdan tashqari. Qanday qilib deysizmi? U Lokining kuchini olgani ma'lum bo'ladi. Doom bu kuchdan foydalanib Battle World, ya'ni urush dunyosini yaratadi. U o'lganlarning barini tiriltiradi, lekin hammaning xotirasini o'chirib tashlaydi. U yerdagi qahramonlar go'yoki faqat Battle World mavjud deb bilishadi va oldingi hayotlari shu yerda o'tgan degan xayol bilan shu yerda yashashda davom etishadi. Film Dr. Doomning Battle World imperatori sifatida taxtga o'tirishi bilan tugaydi. Ba'zi insayderlarning xabariga ko'ra, Watcher, ya'ni kuzatuvchi, Tobey Maguire o'rgimchak odami va rassomaha hammasini tashqaridan kuzatib turishadi. O'tgan yil sizdirilgan konsept art chizmalarida yosh qasoskorlar birga suhbat o'tkazayotgan sahna ko'rsatilgan edi. Bundan ko'rinib turibdiki, kuzatuvchi ancha-muncha qahramonlarni qutqarib qolgan. Kuzatuvchi Doomning g'olib bo'lishiga ko'z yummagan va bu jamoani to'plagan. Menga bir narsa qiziq. Shuncha mashmasha bo'layotgan vaqtda Doctor Strange qayerda? Twitterda ko'p sahifalar qasoskorlar qiyomat kuni filmida Dr. Doomning bitta o'ng qo'li bo'lishini, portallar ocha olishini va peshonasida uchinchi ko'zi bor odam bilan yurishini yozgan. Qisqa qilib Doctor Strange deb qo'ya qolsa bo'lmasmidi? Keyin yana bir tushunmagan joyim. Agar film Steve Rogersning qilgan xatosi ustiga qurilayotgan bo'lsa, biz Fantastik to'rtlik filmini nimaga ko'rdik? Aslida qasoskorlar maxfiy urushlar komiksi Fantastik to'rtlik va ularning o'g'li Franklin Richards ustiga qurilgan edi. Biroq Fantastik to'rtlik filmining kassadagi muvaffaqiyatsiz yurishi va insonlarga unchalik yoqmagani sabab bu g'oyadan voz kechib, film ssenariysini o'zimizning klassik MCU qahramonlari ustiga qurishga majbur bo'lishdi. Menimcha ham bu mantiqli do'stlar. Yana bir g'alati va meni shokka tushirgan sahna Lokining yuragi sug'urib olinganligi bo'ldi. Voy to'poylar, Lokini bitta filmda potensialini yo'qqa chiqarar ekansizlar, nega bizga ikkita mavsumli serialni ko'rsatdinglar? Sizningcha ham bu ahmoqlik emasmi? Masalan, men Loki ikkinchi mavsumini ko'rayotib, o'zimcha o'ylagandim. Endi Loki o'zining eng yuqori potensialiga chiqdi. Dr. Doomga qarshi tura oladigan yana bir kuchli raqib topildi degandim. Agar filmda rostdan ham shunday sahna bo'lsa, filmdan juda xafa bo'lib chiqsam kerak. Ha, mayli. Ssenariyda yana bir qancha tushunmovchiliklar bor, lekin bu tarqalgan syujet ekanligini ham unutmaslik kerak. Balki bu film ssenariysining asosiy skeletidir. Hali filmdan rasmiy katta treyler chiqarilmadi. Treyler chiqqanida sahnalardan bu syujetning qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini ko'rib chiqamiz. Tarqalgan syujet haqida fikringiz qanday? Agar film shunday bo'lsa, sizda qanday taassurot qoldiradi? Videoni shu yerga qadar ko'rgan bo'lsangiz, iltimos bitta like-ni ayamang. Keyingi videoda sizlar bilan ko'rishni intiqlik bilan kutib qolaman. Hozircha esa o'zingizni ehtiyot qiling, yaxshi qoling.